165-hikoya. Buyuk sabr mukofoti. Abu Talhaning bolasi betob bo'lib qoldi. Abu Talha ko'chaga chiqqan edi, uning orqasidan ko'p vaqt o'tmay o'g'li o'ldi. Abu Talha uyga kelganda bola olamdan o'tgan edi. Xotinidan so'radi: "O'g'lim qanday?" Bolaning onasi Ummu Sulaym: "Bola hozir uxladi, yaxshi bo'lib qoldi" dedi. So'ngra dasturxonni tayyorladi. Erining oldiga kechki ovqatni olib keldi. Abu Talha ishtaha bilan ovqatlandi. Xotini Ummu Sulaym ila suhbatlashdi, hazillashdi. Xotini unga mahramlik vazifasini o'tadi. Ko'ngillari xush bo'lib orom olganlardan so'ng ayol eriga "Bolamiz o'ldi, uni ko'ming" dedi. Abu Talha xotinining bu muomalasidan shikoyat uchun tongda payg'ambar alayhisolamning huzuriga bordi. Kecha bo'lib o'tganlarni bir-biri tushuntirdi. Sarvari koinot sollallohu alayhi vasallam bu kecha birga edingizmi deb so'radilar. Abu Talha "Shunday Rasululloh" dedi. Payg'ambar alayhisolam "Allohim bularga barokat ber" deb Abu Talha va Ummu Sulaymni duo qildilar. Ummu Sulaym shu kechada bo'lgan o'g'ilni tug'di. Bolani Hazrati Anas radhiyallohu anhu ga berib, Payg'ambar alayhisolamga yubordilar. Bola bilan barobar biroz totli xurmo ham yubordilar. Payg'ambar alayhisolam bola yonida biror narsa bormi dedilar. Anas radhiyallohu anhu "Bor yo Rasululloh, bir qancha xurmo bor" dedilar. Payg'ambar alayhisolam xurmodan birini og'izlariga solib chaynab bolaning og'ziga ozgina soldilar. Bolaning ismini esa Abdulloh qo'ydilar. Bu voqeani Buxoriy va Muslim rivoyat etganlar. Buxoriyning rivoyatiga ko'ra, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ismini qo'ygan bu bolaning 9 o'g'li bo'lgan. Ularning hammalari ham ahli Qur'on bo'lib yetishganlar. Izoh va o'git: ushbu muborak islom ayolining buyuk sabri soyasida Allohning o'zi unga oliy ne'mat hozirladi. Alloh bir o'g'lini olib uning o'rniga ham yanada xayrli, yana ham barakali o'g'il berdi. U o'g'ildan 9 nabirali bo'lgan Abu Talhaning oilasi Hazrati Ummu Sulaym Alloh huzuridagi darajasini orttirdi. Balo, musibat og'ir bo'lsa ham sabr qilishning natijasida Ummu Sulaym yana ham buyuk mukofotga erishgandir. Islom qanday buyuk xonimlarni, ayollarni yetishtirgan. Islomni bilmagan so'zamol xonimlar arzimagan har xil ishlari bilan tashvishlari ila erlarining miyasini qotiruvchi, eri ishdan kelsa, kelar kelmas nafasini rostlamay turib shikoyatlarni to'kib soladiganlar ushbu hikoyadan ibrat olishlari kerak bo'ladi.